Mana shu o'g'lim ikkinchim kechasi bilan tishini g'ichillatardi. Ikkinchi xonaga shunday eshitilardi. 10 kun oldin shu Vitavi mahsulotini Instagramda ko'rdim. Keyin yoqdi menga mahsulotlari tabiiy bo'lgani uchun, keyin hamma to'plam bitta deb bo'lgani uchun o'zi alohida olsangiz ham qimmatga tushib ketiladi. Bitta boksda lekin zo'r narx ham hammasi bor. Bolaga kerakli narsalar, eng kerakligi. Keyin o'sha mahsulot olganimni o'zida olishim bilan ichirganman. Birinchi kunning o'zidan o'zi g'ichillatib qolgan. Shu bo'yicha hali bir marta ham g'ichillatmadi. 10 kun bo'ldi boshlaganimizga, 10 kun ichida hali bir marta ham g'ichillatgani yo'q. Keyin bizning Alfiy bayramimiz, she'r yodlashimiz kerak edi. Kattamiz 5 marta qaytarganda o'zi shuni yodladi. Oldin qiynalardim yodlashga. Endi bir xillarni cho'chiga ko'tarmaydi. Baribir ko'chadan olgandan ko'ra bittada o'sha ichilishi ham oson. Bolalarning o'zi qiziqib ham dorini ichaymi deb o'zligi yetishadi vaqt-vaqtida. Shirin bo'lgani uchun ham ichish to'g'risi oson. Onalar qiynalishmaydi.